Tayyor yurib turgan oziq-ovqat biznesi sotilmoqda. Joylashgan joylari Yangi Hayot tumani Yangi Choshtepa mahallasida joylashgan, birinchi qavatda joylashgan Chosh Market oziq-ovqat biznesi sotilyapti. Ulgurib qoling. Egalarining raqamlarini qoldiraman. Hozirgi kunda bular 3 milliondan 4 milliongacha savdo qilib kelishyapti. 24 ga 7 qiladigan bo'lsangiz, bemalol 7-8 million savdo qilishingiz mumkin. Tamaki mahsulotlari sotishmas ekan, xohlasangiz o'zingizni sharoitingizdan kelib chiqqan holatda tamaki mahsulot sotishingiz mumkin va o'yinchoq apparati oyiga 600 ming so'm to'laydi, paynet apparati esa oyiga 300 ming so'm to'laydi. Va mana bu yerda zahvat olingan. Mana shu zahvatga xohlasangiz avashni, xohlasangiz muzqaymoq yuritsangiz bo'ladi. Eng sizga yutug'i bilasizmi nima? Mahallani qarang, mana mahallani ko'rsatingda domlar va yonidagi bino bu mahalla fuqarolar yig'ini hamda uchastkoviy. Sizning yoningizda 24 ga 7. Bu degani ko'ngilni xotirjam qilib, bemalol daromadni oshirib ishlasangiz bo'ladi. Hech kim siz oldingizga oshiqcha muammo qilib kelishmaydi. Arendasi 8 dollar ekan, 50 kvadratli tayyor biznes. Ulgurib qoling, shoshiling. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, ichkarilarni men sizga to'liq obzor qilib berishga harakat qilaman. Reklama xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, biz bilan bog'laning. Lokatsiyasini Telegram kanalimizdan olishingiz mumkin. Do'konimizning tashqi ko'rinishi tayyor biznesga 15 ming dollar so'ralyapti egalari. O'yinchoq apparat arenda to'laydi, paynet apparati ham arenda to'laydi va sizga mana shu biznes ichiga muzqaymoq apparati, xolodilnik va kokteyl apparatlari kiradi. Ro'yxatda ko'rsatilgan nima mahsulot bo'lsa, barchasi ro'yxat asosida olishingiz mumkin. Mana mijozlar ham hammasi shu yerda navbat kutib turishdi. Xolodilniklar hammasi ayrimlari firmaga bu egalariga qaraydi. Mana bu yoqdagi katta xolodilnik egalariga qaraydi va bundan tashqari bu yoqda ham xolodilnikimiz bor. Bu ham egalariga qaraydi. Va kassaga mana bu yoqda mijozlar hammasi narsa olishyapti. Bismillah kiramiz. Mana yoq kassa, bu yoq polka, mana shu barcha polka nimaiki ko'rsangiz, mahsulotlar, hamma mahsulotlar boya aytib o'tganimdek 15 ming dollarga berib yuboriladi. Mijozlarimiz bu yerda kiyim-kechak narsalar ham xarid qilyapti. Xohlasangiz mana shu mahsulotlarni olib davom ettirsangiz bo'ladi. Konditsionerlar ham biznes ichiga kiradi. Ko'rib turganingizdek, televizor, 7 ta videonablideniya kameralar hammasi bor. Ulgurib qoling. Bunaqa imkoniyat kamdan kam bo'lishi mumkin. Tashqi ko'rinish mana. Hamma narsa bor. Nimaga ko'rgan bo'lsangiz, barchasi 15 ming dollarga berib yuboriladi. To'liqroq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, egalar bilan bog'laning.